Xo'sh, demak, bu darsdan boshlab sizlar bilan grammatikani o'rganishni boshlaymiz. Grammatikani o'rganishda birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa ishlatyapmiz o'zi, hozirgacha ham gaplarda ishlatyapmiz, lekin endi ajratishni boshlaymiz. Qaysisi fe'l, qaysisi ot, qaysisi ega, tushunarlimi? Demak, shaxs olmoshlardan boshlaymiz, egalardan. Demak, ishdan boshlaymiz. Ish tarjimasi nima? Biz ishlatyapmiz bu so'z, to'g'rimi? Ich komme aus zum Beispiel Uzbekistan deyapmiz. Ya'ni men O'zbekistondan kelganman. Ich bin misol uchun Lochinbek deyapmiz, to'g'rimi? Men Lochinbekman. Zum Beispiel xullas, ich heiße Lochinbek misol uchun. Hammasi bo'lib qaysi so'zga kelyapti tarjimasi? Men. Tushunarlimi? Ich tarjimasi men ekan. Endi Du kommst aus Mexiko. Du bist zum Beispiel Sarvar. Ya'ni du'ni tarjimasi sen ekan. Tushunarlimi? Du sen. Endi bizda yangi so'z, boya aytdim. Tarjimasi u dedik, to'g'rimi? Bilan z bor. Z. Ikkalasi ham tarjimasi u. Faqat o'g'il bolaga nisbatan u, z qiz bolaga nisbatan u. Tushunarlimi? Rus tilida ham on, ana bor-ku, xuddi shunga o'xshagan. Ingliz tilida he, she bor. To'g'rimi? Endi biz degani bor. Biz hali bizni o'tmadik. Biz demak wir. Wir deb yoziladi. Wir demak tarjimasi biz. Endi sizlar bor. Ir bu sizlar. Sizlar. Va oxir ular qoldi. Ularning ham tarjimasi zi. Zi bizda ular. Tushunarlimi? Keyin bitta katta zi bor edi, katta harf bilan yoziladigan zi. Buni bilamiz. Nima endi tarjimasi? Siz, to'g'rimi? Hurmat ma'nosida siz derdik-ku. Oxirgi zi derdik, to'g'rimi? Demak bu siz. Qavs yozib qo'ying, hurmat. Hurmat ma'nosida degan. Tushunarlimi? Demak, mana bor shaxslar mana shular bizda. Mana shular yordamida gap tuzamiz. Egalar bular, ega. Tushunarlimi? Fe'ldagi ega. Endi fe'llarga o'tamiz. Fe'llarga o'tamiz. Xuddi o'shanday, ha? Shaxslar, ega, bitta narsa. Ega. Tushunarlimi? Demak, endi fe'llarga o'tamiz. Fe'llardan birinchi o'rganadigan fe'limiz o'sha kommendan boshlaylik. Kommen. Tarjimasi nima edi? Ich komme aus deyapmiz-ku. Kelmoq tarjimasi. Tushunarlimi? Kelmoq. Endi qarang, bitta o'zbek tilidagi avval bitta narsani tushuntirib olay. Fe'l kelmoq, to'g'rimi? To'g'rimi? Men misol uchun uydan kelganman yoki men O'zbekistondan kelganman degan gap, to'g'rimi? Men O'zbekistondan kelganman. Endi o'zi fe'l kelmoq edi. Misol uchun men O'zbekistondan kelmoq demayman-ku, to'g'rimi? Men O'zbekistondan kelganman deyapman. Aha, mana qarang. Fe'lni asosi degan narsa bo'ladi. Kel bu fe'lni asosi, to'g'rimi? Endi mana bu ganman yoki man degan narsa bizdagi mana bu menga nisbatan tuslanish, to'g'rimi? O'zbek tilida ham fe'lni tuslaymiz, to'g'rimi? Misol uchun sen O'zbekistondan kelgansan deydigan gap bo'lsa, sen
qisqartirib yozay. O'zdan, ya'ni O'zbekistondan bizga mana bu qism kerakda. Kelgansan. To'g'rimi? Qarang. Bu yerda kel fe'lni asos turibdi-da, gansan bo'lib o'zgaryapti, to'g'rimi? Ganman, gansan. Tuslanyaptimi? Senga nisbatan. To'g'rimi? Nemis tilida ham xuddi shunaqa qoida bor. Tushunarlimi? U qoida qanaqa? Xuddi mana bu kelda moq topib tashlaganimizdek, nemis tilida ham mana bu moq. Tushunarlimi? Olib tashlaymiz. Shunda kom qolyaptimi? Kom qolyapti. Mana bu qizilda yozayin endi. Qizilda yozadigan bo'lsak, qarang. Mana bu man degan qo'shimcha bor-a? Man degan qo'shimcha nemis tilida Tushunarlimi? Demak, nima qilar ekanmiz? Fe'lni asosiga fe'lni asosi qaysi edi? Kom, to'g'rimi? Kom asos. Endi man degan, ganman degan qo'shimcha qaysi bo'ladi? Bo'ladi. Demak, komme. Tushunarlimi? Ish komme. Tushunarlimi? Endi gansan degan qo'shimcha bor-a? Gansan. Bu st bo'ladi. O'sha st gansanmi? Faqat o'sha uchun st ishlatiladimi? Boshqa fe'llarga ham endi shunaqa ishlatamiz. Tushunarlimi? Demoqchiman, faqat gansan degan Yo'q, boshqalarga ham. Mana bu duga qayerda fe'l duga nisbatan ishlatmoqchi bo'lsa, st qo'shasiz. Tushundingizmi? Oson, juda oson. Fe'l asosi kom. Demak, nima qo'shamiz? Komst. Tushunarlimi? Stni qizil yozing. Demak, du komst. Tushunarlimi? Endi misol uchun o'zbek tilidagi gapni tuzib olaylik. U O'zbekistondan kelgan bo'lsa, u o'zdan kelgan. Nima bo'lyapti? Kel fe'lni asosi, mana asos turibdi. Gan degan qo'shimcha qo'shilyaptimi? Bu yerda ham o'sha gan degan qo'shimcha t bo'lar ekan. Erziga nisbatan, uga nisbatan. Tushunarlimi? Mana bu ham uga nisbatan o'zgaryapti bu. To'g'rimi? Demak, uga nisbatan. Shunda nima bo'ladi? Fe'l asosi qaysi qo'shimcha qo'shiladi? T. Misol uchun, u O'zbekiston, mana xuddi shu gapni nemischa yozaylik, qanaqa bo'ladi? Birinchi ega qanaqa bo'ladi? Kelgan. Kommt aus Uzbekistan. Tushunarlimi? Nemis tilida bitta oltin qoida bor. Umuman esdan chiqarmaslik kerak buni. Nemis tilida fe'l har doim ikkinchida. Tushunarlimi? Har doim ikkinchida keladi, ikkinchi o'rinda. Mana birinchi o'rinda ega turibdi, keyin fe'l kelishi kerak. Bizda o'zbek tilida fe'l oxirida keladi har doim. To'g'rimi? Nemislarda ikkinchida keladi. Kommt aus Uzbekistan. Tushunarlimi? Endi keyingisi. Xo'sh. Biz O'zbekistondan kelganmiz degan gap bor, to'g'rimi? Biz O'zbekistondan kelganmiz. Bu yerda miz qo'shilyapti. Ganmiz qo'shilyapti dash. To'g'rimi? Kel asos qolyapti. Ganmiz qo'shilyapti. Endi bu yerda eng qizig'i viaga hech narsa qo'shilmas ekan, mana bu fe'lni o'zini holatida yoziladi. Tushunarlimi? Demak, kommen. Wir kommen. Biz Meksikadan kelganmiz degan gap qanaqa bo'ladi? Wir, to'g'rimi? Biz kelganmiz. Kommen aus Uzbekistan.
Tushunarli? Bu yerda ham nima bo'lyapti? E'tibor beringlar. Fe'l ikkinchida kelyapti. Fe'l ikkinchida o'zgarmagan holatda. Eng osoni via bilan tuzish gapdi. Hech qanaqa hech narsani olmaysiz ham, hech narsa qo'shmaysiz. Tushunarlimi? Endi sizlar O'zbekistondan kelgansiz degan gap. Misol uchun men boshqalarga deyapman. Sizlar O'zbekistondan kelgansiz degan gap bu yerda t qo'shiladi bunga. Xuddi mana bunga o'xshash. Tushunarlimi? Demak, nima bo'lar ekan? Kom asos va t qo'shiladi. Tushunarlimi? Va ketdik. Endi mana bu ham ular ham siz ham ikkalasi bitta narsa, shuning uchun ikkalasiga bitta yozaman. Bularga ham mana bunga o'xshab hech narsa qo'shilmaydi. Hech narsa olinmaydi ham. Nima bo'lar ekan shunda? Common bo'lar ekan. Tushunarlimi? Demak, misol uchun sizlar bilan gaplashib turibmizda, kimdirlarni ko'rsatib aytyapmiz. Ular O'zbekistondan ular misol uchun qayer deylik? Ular O'zbekistondan kelgan degan gap qanaqa bo'ladi? Demak, ular kelgan. Kommen aus Uzbekistan. Tushunarli? Fe'llar va ularning tuslanishi, shaxslar bilan birgalikda kelganda va fe'llarning joylashuvi. Tushunarli? Savollar bormi sizlarga? Menimcha yaxshi tushuntirdim osongina. To'g'rimi? Videoga ham oldim, videoni ham tashlab qo'yaman, yana ko'rish. Tushunarlimi? Yozinglar. Ishqilib videoni bosganmidim?